Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, aziz jigarlarim. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Yuribsizlarmi? Charchashlar yo'qmi? Biz yana hayotga qaytdik desam ham bo'laveradi. Inshaalloh biz men birinchi guruhga invalidmanda. Bu kanalga birinchi video joylaymiz inshaalloh. Xudo xolasa bu kanalda ham rivojiga rivoj qo'shib, meni taniydigan insonlar butun obuna bo'ladi degan umiddaman. Men Mehribon TVda, oldingi Mehribon TVda admini Zokajon bu O'sh Nuri degan yangi kanalimizda qo'llab-quvvatlab, like bosib, shu O'shli yigitni voqealarini ko'rib borasizlar degan umiddaman. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, birinchi videolarimizni ko'rib tomosha qilishinglar mumkin. Arxivdagi shu Mehribon TVda arxivdagi videolarni ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Qani nima deydi? Biz Mehribon TVda qanaqa ishlar qilganlarimizni inshaalloh qo'yib borishga harakat qilamiz. Endi bu kanalda afterski narsalar chiqmaydi degan umiddaman. Bugungi bu yoqqa Abdulla domlani, boshqa domlalarni qo'shmaymiz inshaalloh. Naq ehsonat chiqamiz. Xudo xohlasa, nasib qilsa, jigarlarimiz rozi bo'lsa, o'zim kamdan ko'proq shu xonadonimdan ko'proq chiqishim mumkin. Fikrlaringlarni keyin naqa qilib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Like bosib degan umiddaman. O'shli yigitni birinchi bu videosi yangi kanalga. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Omad, yana bir marta omad. Yangi kanalda ko'rishguncha.